Abror, bilasan, birinchi sana savolim borda, uy olacak bo'lsang, birinchi navbatda nima o'ylaysan? Birinchi navbatda bilaman, taqir uyga pul to'lashim kerakmi? Nechun bu qachon bitadi ekan degan savollar bo'ladi. To'g'ri, bu savollarimiz juda ham ko'p. Lekin Yangi O'zbekiston massivida Techno Invest tomonidan qurilib turgan uylarimiz qurilishi boshlandi va xudo xolasa tez orada dekabr oylarida insho orqamda ko'rib turgan uylaringiz bitib foydalanishga topshiriladi. Qurilish kompaniyasi haqida to'liqroq ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, 300 daniyamiz o'zi 300 markali beton qoplamasi bilan qoplangan. Bu hozirgi eng sifatli qoplamalardan biri hisoblanadi. Undan tashqari bu yerdagi qurilish kompaniyasi 7-8 balli zilzilaga bemalol dosh beradi deb turibdilar. Va undan tashqari sizlar hozirgi kunda bu xonadonlarimizni sotib oladigan bo'lsangizlar, hozirgi kunda 1, 2, 3 xonali uylarimiz yo'da bor, bemalol chegirma narxlarda, ya'ni har bir kvadratini 5 milliondan ta 5 million 800 gacha shuda xarid qilsangizlar bo'ladi. Qurilish kompaniyasining ajoyib tomoni shundan iboratki, bu yerda siz xarid qiladigan bo'lsangizlar, xonadonni bemalol xohlagan usulda to'lov qilishingiz mumkin. Undan tashqari siz agar pulim kam deydigan bo'lsangizlar, bo'lib to'lar ham shuda xarid qilsangizlar bo'ladi uyni. Techno Invest qurilish kompaniyasining manzilini sizlar uchun to'patadigan bo'lsam, hozirgi kunda Ekstrening to'g'risida joylashgan, ya'ni Yangi O'zbekiston massivida juda ham chiroyli 9 qavatli uylarimizni qurib boshladilar. Bemalol pastdan nomer qoldiramiz, telefonlashib kelaverasizlar. Albatta bu eng arzon va hamyonbop tarzdagi uylar faqat sizlar uchun.